din uchun, islom uchun, jannat uchun, oxirat uchun badal to'laydigan kishilar, jafo tortadigan kishilar, iqtisodini chiqim qiladigan kishilar, hargiz o'zi musulmon deb qolib xiyoli yurmaydigan kishilar. Mana bu kishilar yaxshilikqa oldiruvchi kishilar. Bular jannatga qanday kiradi? Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Madinadan Istanbulga nima uchun kelgan? Jannat kirish uchun kelgan. Agar namoz o'qishlar ko'payib bo'lgan bo'lsa-da, ro'za tutishlar ko'payib bo'lgan bo'lsa-da, u Madinadan chiqmay o'tirgan bo'ladi. Bizning dinimizda mas'uliyat, imkoniyat qarta bo'ladi. İmkaniyetingiz qanchalik bo'lsa, sizga yuklangan mas'uliyat shunchalik bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qardoshlar hammaga xush keldinglar. Biz bugun Allohning rahmati va fazli bilan Imom Naviyning 40 hadislarning kitobidan 22-hadisni o'qiymiz. Biz Rasulullohning hadislariga ko'z yugurtgan vaqtimizda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashiga ba'zi sahobalar kelib, "Ey Rasululloh, jannat kirgizadigan bir amalni ko'rsatib qo'ygan" desa, ba'zi sahobalarga ochiqlanmagan deglik. Yana ba'zi sahobalarga namozni vaqtida o'qigan deglik. Yana ba'zi sahobalarga ota-onaga yaxshilik qilgan deglik. Nima uchun bu farqli javoblarni berdi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom? Chunki har bir odamning sharoiti o'xshamaydi. Har bir odamning imkoniyatida bor qila oladigan ish o'xshamaydi. Har bir odamning nuqsoni, kamchiligi, ya'ni tuzishga tegishli ham taraflar o'xshamaydi. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom har bir odamga o'xshamagan shaklda jannat kirgizadigan amallarni ko'rsatib bergan. Shunga biz bir hadisni ko'rib bilam, ha, mushuni qilsak jannat kiradi ekanmiz, deb bilam tushunib olsak, agar bizning imkoniyatimiz undan yuqoriroq bo'lib qolsa, o'zimizni oldigan bo'lamiz. Shuning uchun biz hadislarni umumiy tushunishimiz kerak. A hadismi jannatga kiradi ekan, ma hadisga amal qilsakmi jannatga kiradi ekan. Unda bo'lsa men qani qilaman, menda qaysi iqtidor bor, menda qaysi imkoniyatlar bor, menda qaysi kamtuk, to'liqlashga tegishli, tuzishga tegishli taraflar bor. Buning qarab chiqib, kuchimizning yetishicha, qo'limizdan kelgan ishlarning qaysi bo'lsa shuni qilish orqali jannatga kirishga tirishishimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallohu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam faqal. Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallohu anhu naql qilindi. Bir kishi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan so'radi. Faqal, u odam dedi: "Ara'ayta idza sallaytul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala zalika shay'an adkhulul janna?" Qala na'am. O adam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga, "Men farz namozini o'qisam, Ramazon ro'zasini tutsam, halalni halal desam, ya'ni halal ishlarni qilib, halal narsalarni yeb, shundaq yashasam, va harramtul haram va haromni harom desam, ya'ni harom ishlardan o'zimni elib qolsam, undan yiroq tursam, mushuning hech narsani ortiq qilmasam, ziyoda qilmasam, jannatga kiramdiman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Na'am, shundaq jannat kirasan" dedi. Qarab baqadigan bo'lsak, hadisda jannat kirishga oid oddiy bir usul so'zlangan. Ya'ni farz namozni o'qiyman, Ramazon ro'za tutaman, halalni halal deyman, haromni harom deyman, undan boshqa hech qanday ishni ziyoda qilmayman, jannat kiramdiman demadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi, "Jannat kirasan" dedi. Demak, buni biz qanday tushunimizga vaqtimizda biz yuqorida o'tganimizdek, har bir odamning imkoniyati o'xshamaydi. Qaraydigan bo'lsak, bu hadisda zakotning gapi yo'q-ku, hajning gapi yo'q-ku, jihadning gapi yo'q. Undan boshqa nurg'ulg'an ishlarning gapi yo'q. Nima uchun? Chunki bu odamda zakot org'udak mol yo'q. Haj qilish imkoniyati yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu odamga mushlarni qilsang jannat kirasan degan. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadislardagi "Falon ishni qilsam jannat kiramdimi?" Ha, va yoki menga jannat kirgizgan bir amalni ko'rsatib qo'ysa degan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ma'lum amalni ko'rsatgan bo'lsa, u shu odamning imkoniyati qarta deyilgan bo'ladi. Agar bizning imkoniyatimiz undan ko'p bo'lib qolsa, bizga undan ko'p mas'uliyat yuklangan bo'ladi. Masalan, hadisda zakotning gapi yo'q-ku, hajning gapi yo'q. Iqtisodi va odam zakot bermaytib jannat kirammaydi. Chunki bir odam payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib, "Ey Rasululloh, men senga bay'at qilay, ammo shu zakot bermay, jihad qilmay" dedi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. "Fabimat tadkhulul janna." Sen zakot bermay, jihad qilmay, qanday jannat kirasan degan. Shunga hadislarni zid tushunib qolmasligimiz uchun, to'g'ri tushunishimiz uchun hadisni deyilish sababi va shundaqla shu vaqtdagi sharoitlarni, shu so'rg'uchining ahvolini bilishimiz lozim. Shunga mush hadisni tutib, zakot bermasam bo'ldi ekan, haj qilmasam bo'ldi ekan deb tushunasa qolmaydi. Imkoniyati mushunchalik odam bo'lsa-mu, ya'ni zakot bermaydigan odam bo'lsa-mu, jihad qilish imkoniyati yo'q odam bo'lsa-mu, namoz o'qisa, Ramazon oyini ro'zani tutsa, u odam jannatga kiradi. Unda bo'lsa hadisdagi sallaytul maktubat degan, ya'ni farz namozlarni o'qisam deganlik, sunnat namoz o'lchiga olmaydi. Unda bo'lsa bir odam farz namozini o'qib, sunnat namoz o'qimasimi bo'lamdi degan savol tug'iladi. Hatto ba'zi kishilar sunnat namoz o'qimasimi bo'ladi deb farz namozlarni o'qib, sunnat o'qimaydigan ahvollar bor. Bu intayin xatarlik bir ahvol. Nima uchun desanglar, biz inson har vaqt namozimizni diqqat qilib, o'lchamga tushgan shaklda ado qilmaslik mumkin. Ba'zi vaqtda namozni unutib qolishimiz mumkin. Ba'zi vaqtda qazo qilib qolishimiz mumkin. Ba'zi vaqtda ba'zi ibodatlarimiz qabul qilinmay qolishi mumkin. Mana shunda vaqtda bizning namozimiz qo'g'daydigini, farz namozimizning
kam yeriga to'liqligini qaysi? Sunnat namozlar. Shuning uchun sunnat namozlar farz namozlarningki himoyachisi, qo'g'duvchisi. Ma kim bizni qanda so'qoqdan, shamoldan qo'g'digan bo'lsa, sunnat namozlar farz namozlarni ana shunda qo'g'daydi. Shuning uchun hadisda deyilgandek, agar biz farz namozlarni hech qanday narsani nuqson qilmay, chuqum 100% qabul qilinadi. Hayotimning oxirigacha men hech qanday narsani kam qilmayman farz namozlarimdan deydigan ishonchimiz, kapolatimiz bo'lgan bo'lsa-da, unda o sunnatni o'qimasak ham bo'ladi. Lekin biz inson ba'zi isimiz yo'q, tartibimiz yo'q, o'qib qilishimiz mumkin. Ba'zi qabul qilmay qilishi mumkin namozlarimiz. Unda bo'lgan ekan sunnat namozlarimizni birga o'qiymiz-da, qabul qilmay qolgan va kam qolgan namozlarimizning o'rnini sunnat namozlarimiz to'liqlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu haqda avvalu ma yuhasabu-n-nasu bihi yawmal-qiyamah min a'malihim as-salat. Qiyomat kuni kishilar amaldan tunjulab hisob olinadigan narsa namoz deydi. Alloh taolo farishtalarga deydi, bilib turib, "Unzuru fi salati abdi hal atammaha am naqasaha." Sizlar bandamning namoziga qarab boqinglar. Namozni to'liq qilibdimi yoki kamtuk nuqson qilibdimi deydi. Farishtalar qarab boqadi. Fa in kanat tamma kutibat lahu tamma. To'liq olgan bo'lsa, to'liq deb yozadi. Va in kana intaqasa minha shay'an qal unzuru hal li abdi min tatawwu. Agar kam qolgan bo'lsa, u kishining namozidan Alloh subhanahu va taolo deydi-ki, qarab boqinglar. Nafl namozlari bormi ekan? Sunnat namozlari bormi ekan? Shuni qarab boqinglar deydi. Agar uningki sunnat namozlari bo'lsa, atimmu li abdi faridatahu. O bandamning farz namozlarini ana shu sunnat namozlarini to'liqlanglar deydi. Undan keyin amallar shu bo'yicha bitirib qilinadi deydi. Demak, sunnat namozga asla va asla sal qarashga bo'lmaydi. Bu hadisda deyilgani bizni talab qilingan amalning eng tuvan darajasi va shundaqla eng aqalli qismi. Undan keyin bu kishi halolni halol desam, haromni harom desam, uni hech narsani ziyoda qilmasam dedi-ku. Bir odam haromdan yiroq turadi ekan, uning qilib solgan kichik gunohlari bor-ku, makruhlar bor-ku, sag'oir, kichik gunohlarning hammasi afu qilinadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Agar biz sizlarni cheklagan narsaning cho'nglarini yiroq tursanglar, ya'ni haromlarni yiroq tursanglar, sizlarning kichik gunohlaringizni afu qilamiz va sizlarni isil makonga, ya'ni jannat kirgizamiz deydi. Demak, cho'ng gunohlarni yiroq tursa, Alloh subhanahu va taolo bizning kichik gunohlarimizni afu qiladi. Demak, bu hadis biz yuqorida o'tganimizdek jannat kirishninki eng oddiy usulni, aqalli usulni biz ko'rsatib bergan. Ya'ni bir odamning imkoniyati mushuning qiyasa, buningga hech narsa ziyoda qilmasa, u odam jannatga kiradi. Ammo shuni bilishimiz kerak, jannat bir qancha darajalarga bo'linadi. Turigan badali, qilgan nafli amali, ya'ni farz qilgandan boshqa amallarni qilish orqali u yuqori darajalarga erisha oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna fil jannati 100 daraja. Jannatda 100 daraja bor deydi. Bir daraja bilan yana bir darajaning o'tirishga farq qanchalik? Osmon zaminchilik deydi. Ana mahiyatdagi yataqlarningki darajasi qarab baqala, 3 yulduzliq, 4 yulduzliq, 5 yulduzliq yataqlar var shundaqo. 3 yulduzliq yataq bilan 5 yulduzliq yataq o'tirishga farq qanchalik? Xili cho'ng. Jannatda 100 daraja bor. Bir daraja bilan, ya'ni 99-daraja bilan 100-darajaning o'tirishga farq osmon zaminchilik deydi. Demak, jannatga ham kirish emas. Biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom tavsiya qilgandek, eng yuqori o'rindagi jannatga, ya'ni Firdavsul A'loga kirishga tirishimiz kerak. Chunki hayotda mana shunday oddiy ishlarni shunchalik farq qilganda, abadiy hayotdagi jannatning darajasi intayin cho'ng farq qilinadi. Shunga hasrat qilmasligimiz uchun nafl amalga asla va asla sal qolmasligimiz kerak. Bu hadisni oldigan tushunchamiz hargizmi namoz o'qisak, ro'za tutsak ham jannat kirganmizgan-ku deb kupoyinish emas. Bu jannat kirishning eng aqalli talabi va shundaqla imkoniyati shunga yetgan kishiga deyilgan hadis. Agar sizning imkoniyatingiz zakot qilsa, zakot bermasangiz, ya'ni jannatga kirmaysiz. Agar sizning imkoniyatingiz nima tikidek bizning xalqimiz bilimsizlik, jahillik, zulm har xil patqaqa patqan paytda sizning imkoniyatingiz bor ekan, ya'ni xalqimizni zulmdan qutuldirish uchun imkoniyatingiz bor ekan, va yoki tirikchilik ko'rsatish uchun imkoniyatingiz bor ekan, va yoki jahiliyatdan qutuldirish uchun ozroq imkoniyatingiz bor ekan, sizga Alloh taolo bilim beribdi, va yoki bu xalqimizni iqtisodiyat yuksaltirish uchun sizning imkoniyatingiz bor ekan, Alloh sizga iqtisod beribdi. Mana shu imkoniyatlar bo'lsa, siz men namoz o'qib jannat kirma, ro'za tutib jannat kirma desangiz, ya'ni xatolashgan bo'lasiz. Chunki sizning mas'uliyatingiz u vaqtda texim cho'ng bo'lgan bo'ladi. Agar undaq bo'lmasa-da, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Istanbulda nima ishi botdi? Abu Ayyub al-Ansari radhiyallohu anhu Madinadan Istanbulga nima uchun kelgan? Jannat kirish uchun kelgan. Agar namoz o'qishlam kupoyi bo'lgan bo'lsa-da, ro'za tutishlam kupoyi bo'lgan bo'lsa-da, u Madinadan chiqmay o'tirgan bo'ladi. Bizning dinimizda mas'uliyat imkoniyat qarta bo'ladi. İmkaniyetingiz qanchalik bo'lsa, sizga yuklangan mas'uliyat shunchalik bo'ladi. Erishadigan mukofotingizmi shuncha yuksak bo'ladi. Shuning uchun buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Shunga Qur'on Karimda Alloh subhanahu va taolo "Thumma awrasnal kitaba allazina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat" deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyat orqali kishilarni, ya'ni jannat kiradigan kishilarni 3 turga bo'lib tushuntiradi. Bir turliki zalimun li nafsi, o'zga zulm qiluvchilar. O'zini musulmon deydi, namoz o'qiydi, ammo gunoh qiladi. Üstüge yüklengen mesuliyetini ada qilmaydi. Bu o'zga zulm qiluvchilar. Bergen aqliga zulm qiluvchilar, bergen ne'matlarga zulm qiluvchilar, bergen ilmiga zulm qiluvchilar, bergen iqtisodiga zulm qiluvchilar. Bular jannatga qanday kiradi? Bular jannatga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning shafaati bilan kiralaydi. Gunohlarining jazosini tatib kiradi. Ikkinchisi, "Ominhum muqtasid",
o'ttirhol kishilar. Bu kishilar qanday desa, namoz o'qib, zakot berib, normal musulmon bo'lib yashagan, ammo jannatga texmi yuqori o'ringa erishish uchun tirishmagan kishilar. Bular jannatga qanday kiradi desanglar, Allohning rahmati bilan kiradi. Uchinchi turli kishilar qanday desanglar, "Aminhum sabiqun bil xayrat." Yaxshilarga oldirg'uchi kishilar. Jannat kiradigan ish bormi? Yaxshi ish bormi? Kuchaytiradigan ish bormi? Hammasiga oldiradigan kishilar. Din uchun, islom uchun, jannat uchun, oxirat uchun badal to'laydigan kishilar, jabba tortadigan kishilar, iqtisodini chiqim qiladigan kishilar, hargizmi o'zi musulmon deb qolib, xiyoli yurmaydigan kishilar. Mana bu kishilar yaxshilarga oldirg'uchi kishilar. Bular jannatga qanday kiradi? Ibn Abbos radhiyallohu anhu deydi. Bular jannatga hisobsiz kiradi deydi. Ya'ni savol so'roqsiz kiradi deydi. Demak, jannat kirishimiz uchun biz qiladigan ishlar bo'lsa, har bir odamning imkoniyatiga qarata o'xshamaydi, mas'uliyati o'xshamaydi. Shuning uchun har birimiz o'zimizning imkoniyatini ishlatish orqali jannatga kirishga tirishimiz kerakki, hargizmi hadisni xato tushunib, namoz o'qisaqlam, ro'za tutsaqlam jannatga kirdik ekanmiz deb o'ylab qolmaslik kerak. Agar shuningga imkoniyati degan bo'lib qolsa, to'g'ri shuning bilan jannatga kiralaydi. Ammo uningda imkoniyatingiz cho'ng bo'lib qolsa, sizga texmi cho'ng mas'uliyatlar yuklangan bo'ladi. Muhammedur Rasulullah